Demak, bizlarga chastotasi 50 Hz bo'lgan yorug'lik nuri nima qilyapti? Tarqalyapti. Keling, shuni to'lqin uzunligini topamiz. Ya'ni to'lqin uzunlikni tushuntirdik. Nima edi? Ikkita do'nglik orasidagi masofa, ya'ni lambda. Tushunarli? Endi lambda tezligimiz nima edi? Lambda ko'paytirilgan chastota. Lambda bu to'lqin uzunlikni, chastotasi ko'paytmasi bu to'lqin tezligi, tarqalish tezligi. Endi lambdani topadigan bo'lsak, v taqsim f ga teng. To'g'rimi? Chunki f bu yerda ko'paytma bu yerga o'tsa bo'linma. Joy-joyiga qo'yamiz. V nimaga teng? 3 10 darajasi 8 bo'lingan 50. Endi mana bu yerdan 8 ta 0 bor degan, to'g'rimi? 2 ta 0 olib beramiz qarzga, nima bo'ladi? 3 2 ta 0 ko'paytirsam 300. Ko'paytirilgan 8 ta 0 edi, 2 ta 0 qarz olib nechta qoladi? 6 ta qoladi. Taqsim 50. Bo'ldi. Endi 350 ga bo'lamizmi? Necha? 6 bo'ladi. 6 10 darajasi 6 bu metr.